bizniki dava işideki naiti tunulgan yıllardan buyon shu davaning oldingi sepida turayotgan mening nurg'un programmalarimda taklif qilib har qaysinglar bilan yuz ko'rishtirgan bir qarindishimniki shu necha kunning oldida kunib ketdik degan she'rdan birisini bir she'r yozib ekan. Nur Muhammad Turkistani qarindishimiz xalqaro shu inson haqlarini ko'zish Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zish jamiyatining raisi Avstraliyada yashaydi o'zi. Bu qarindishimiz kunib ketdik degan bir she'r yozib ekan. Bu nihoyatda menga bak ta'sir qildi bu she'r. Bugungi programmamizga biz abay dedik xalqimiz shunchalar kunni ko'rib turib, yana nurg'un ishlarga susishib ketayotganligimizni, bugungi hozirgi vaziyatni aynan suratlab bergan she'r. Bu she'r bilan tugutishni xohladim bugun programmani. Shunga bu she'rni har qaysinglarga sunib o'tsam. Kunib ketdik. Kunib ketdik. Talay qismat, tümen külpet, musibatga kunib ketdik. Talandi tutiya tuproq, makonsiz bo'p kunib ketdik. Ati miras go'harlar yo'q, puchuq nonga kunib ketdik. G'urur ketmish, nomusda tik yurishlarga kunib ketdik. Vatan asli ana erdi, yetim qaldık, kunib ketdik. Ko'chib ya olmadik xaman, saman xasga kunib ketdik. Visalsiz chaylinib qayta, yaqi yurtga kunib ketdik. Hasadni tersi düşmanlar, bo'loq bag'dab kunib ketdik. Igiz uçqanla oqlab, quruq avg'a kunib ketdik. G'urursizlik degan illat, bozorda ko'p kunib ketdik. Uyg'urlikni unutilib, tilamchi bo'lib kunib ketdik. G'urursiz degan illat, bozorda ko'p kunib ketdik. Birovlar ko'ysimi o'tda, nimi korim o'zam saqqa kunib ketdik. Birovlar ingrisa jonsiz, jonim saqqa kunib ketdik. Tümen jallar qamoqda yu, beg'amlikka kunib ketdik. Sual qo'ymay, o'zam kim deb, ajamlikka kunib ketdik. Haqiqat izlamay asla, xayol tushga kunib ketdik. Üjmi pish ağzımgı çüş, pilallarga kunib ketdik. Quduq qazmay tushab zamzam, asolatga kunib ketdik. Siratsiz jannatim bor deb, fujurlikka kunib ketdik. Pichirlab tursi shaytonga, yaqin do'st bo'p kunib ketdik. Hudallil muttaqin ketdi, niqoblarga kunib ketdik. Amanat untulib tizla farog'atga kunib ketdik. Yaratgan berdi muhlat deb yashashlarga kunib ketdik. Miroslarni setib xashlab tijoratga kunib ketdik. Alishda Og'mixon misli faqat bermay kunib ketdik. Bütün ümmet zulüm dayu, zaban sürmey kunib ketdik. Ababil quşları bar deb, taş atmayma kunib ketdik. Nur Muhammad Abdülmecid Türkistani 26 yanvar. Qarindishimizning bu o'tliq misraları yuragimizga tagdi albatta. Başqacha her birimizni uyg'otishiga tilakdoshman. Allah razı olsun qarindishimizdan. Texambek qalamini o'tkir qilishini tilaymiz. Her bir so'zlar bizni qayta silkinishimizga sabab bo'lish umidi bilan kunib ketmaylar qadrlik xalqim, aziz xalqim.